ertalab zo'r voqea bo'ldi. Ertalab shunday dadam turg'izibdi, "Bobur, tur, uxlab qolmiz, tur" deyaptilar. Saharlikka shunday tursam, soatga qarasam 6:05. Yugurib bordim, yopish vaqtiga qarasam 6:03. Onam bilan dadam ikkovlari u yoqdan bu yoqqa yuguryaptilar. Saharlik tayyorlayaptilar. Onam shirchoy taqlayaptilar, dadam suvlarni, hamma narsalarni, shirinliklarni keltiryaptilar. "Nima qilyapsizlar?" dedim. Saharlik qilishimiz kerak." Bo'ldi, foydasi yo'q. 6:03 ga yopishimiz kerak edi, 6:05. Yopamiz, bo'ldi, suv ham ichmaymiz, hech nima qilmaymiz, niyat qilib yopib yuboramiz dedim. Bo'lmasa ro'za bo'lmaydi dedim. Amanam bilardim, dadang prosta suzmabsan demasizlar deb suzib qo'yayman dedilar. Keyin bir uyga kirib telefonimni olib chiqaman degancha dadam xarxasha qilyaptilar. "Men ovqat yeyman, suv ichaman" deyaptilar. Shu kulgim keladi, shunaqa kuldim-ku. Kunimga hammaga aytib kulyapman-ku. Inson yoshi katta bo'lavergan sari yosh bolalashib borar ekanda shunaqa xarxasha qilyaptilar. Dada, soat 6:05 bo'lgan, 6:07 bo'lib ketdi. 6:03 da yopishimiz kerak. Suv ichaman. Xo'p, bo'ldi, o'qing duoni dada desam, dadam duo o'qiydigan tablochiga qarab, o'qimay o'tirdilar. "O'qing dada, o'qing dadasi" deyaptilar onam. O'qimaydilar. Lekin buni ham bir go'zal tarafi bor. Alloh taolo shuni xohlagan ekan, shunaqa bo'ldi. Bugun o'shani eslab xursand bo'lib yuribman. Sizlarda qanaqa o'tyapti ro'za? Sizlarda ham shunaqa holat bo'ldimi? Bir kun avvalroq ochib qo'ygan paytimiz ham bo'ldi. O'shandan keyin sal yaxshiroq qaraydigan bo'ldik vaqtga. Sizlarda qanaqa o'tyapti ro'za? Ro'zani shukuhi qanaqa, kayfiyati qanaqa, nimalar qilyapsizlar? Qanaqa qiziq voqealar bo'lyapti? Komment yozinglar, kutaman. Video o'tkazib olishinglar mumkin, sog' bo'linglar.